Endikilikçiye vatandaş. Bugün Çislağa 2023 yıl 2. ayının 7. günü vatandaşım. Endiki mavzu yani sizge kızıqarlıq yoki biz şu bir haftadan beri sözləvatqan mavzu desem buludu manan qarab turun. Xi Jinping Rusiyaga ziyoratga berib, o'zini daryoga atamdi. Mavzuli xabar 2. ayının 5. günü Beijing Bahari jurnalida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Qo'shimcha mavzu. Xi Jinping belki Rusiya Ukraynaga tajovuz qilib 1 yil to'shqanda Moskvani ziyorat qilishi mumkin. Angliya matbuotlari. Dal hozir Ukrayna har qaysi g'arb davlatlariga tank yordam berishi ostida qaytarma hujumga o'tadigan bir paytda Angliya matbuotlari Xi Jinping Rusiyani ziyorat qiladi degan xabarni tarqatdi. Rusiya Tashqi ishlar ministri ifoda bildirib, Xi Jinpingning Rusiyani ziyorat qilishini Prezident Vladimir Putin taklif qilgan edi deb ko'rsatdi. Bu xabar yana o'xshashli Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungoni ziyorat qilish arifasida o'ttirg'i chiqdi. Agar Xi Jinping Moskvani ziyorat qiladigan bo'lsa, undaqda tashqi siyosatni tanishishga boshlagan bo'ladi. Undaq Xi Jinping nima ishqa mundaq qilgan bo'ladi? Balki uning hech kimga aytib berilmaydigan sirlari bo'lishi mumkin. Bu cümle katta cümle ekan cümle. Bu cümle meni kallamlik tasavvur bilan birlashyapti. Jungo Kompartiyasi Sovet Bolsheviklar partiyasining qanoti ostida pishib yetilgan partiyadir. Uning vatan setish tarixi amaliyotda Sovet Bolsheviklar partiyasi bilan til biriktirib, birlikda o'tkazgan jinoyatlar tarixning sivat tivanglariga liqtolgan edi. Hammasi Rossiyaning qo'lida. Bu tarixning hammasi Rossiyaning qo'lida. Bugun Vladimir Putinning jini va hayoti bir tal jipqa bog'lanib qoldi. Cho'qim Jungo Kompartiyasini ko'raga oldi. O'tganda biz sizlarga 2 kun burun nima dedik? Ko'raga oldi Jungo Kompartiyasini Rossiya dedik. Shun deputlar Xi Jinping Rossiyani Moskvani ziyorat qilmaydigan bo'ldi vatandosh. Nima ya? Ya men deputat emas, xabar chiqib bo'lgan ekan. Shu xabarni sizlarga yetkazdim. Moskvani ziyorat qilmaydigan bo'ldi dedik. Sabab boshi bo'lishi mumkin. Bugun yana bu gap yana bir qatim keldi nim deydi. Cho'qim Jungo Kompartiyasini Moskva ko'raga oldi. Jungo Kompartiyasi qochadigan tushak topolmaydi. Mushundaq qalqiliq paytda Rossiyaga yordam bermasang, Rossiya yuz o'rmaydi deb kapolat bera olamsan. Yuz o'rmaydi deb kapolat bera olamsan. Rossiya ham ko'raga oladi, ham aldaydi. O'tgan yil 12 ayda, ya'ni 12 ayning 21 kuni davomli sizlar so'zlab kelyapmiz-ku. Rossiyaning sobiq vaziri Medvedev Beijingni ziyorat qilganda bir turlik zo'r aldash kuchini planini o'ttirg'a qo'ydi. Rossiyaning yerimicha degidak zo'r ko'lamlik zaminni Jungoning iqtisod rayini qilib berishga qo'shildi. Bu zaminni Jungoning ichishiga, ya'ni kayfa qilishiga qo'shildi. Xi Jinping Rossiya va Ukraina urushi paytida
paytida Amerika bilan o'tirg'i qisilib kirib, Ukraina urushi paytida Amerika bilan Rossiya o'tirisiga qisilib kirib, o't ichidan kashtan olaman desa, Xi Jinpingning bundaq iqtidori va bundaq aql-farosati yo'q. Faqatki Prezident Vladimir Putinning yetilishi bo'yicha ma'noda xolos. Faqatki Jungo Kompartiyasi Prezident Vladimir Putinning KGB'ning a'zosi Vladimir Putinning yetilishi bo'yicha ma'noda xolos. Bu Rais Xi Jinpingning Moskvaga ziyoratga bormisi bo'lmaydigan bir tarafıdır. Demek mecburiyet senin Moskvaga berişin bu qatim. Diqqat vatandaş. Jungo her qatimdagidek jantalışıp bulalmay qalganda Amerikadan yordam talab qiladi. Mana bak katta gapki mana. Jungo her qatim jantalışıp bulalmay qalganda Amerikadan yordam talab qiladi. Amerika'nın yardımı aslında terilişke başlaydı. Mavzudon şundak idi. Deng Xiaoping hem şundak idi. Bugünkü Xi Jinping mo elbette şundak. Bulalmay qalganda tayva Amerika'dan yardım talab qildi. Davlat ishlar katibi Antony Blinken'ning Jungoni ziyorat qilib, Jungo Kompartiyasi bilan suhbat o'tkazishi intayin muhim. Rais Xi Jinpingning Moskvaga ziyoratga berish bormasligiga bevosita ta'sir. Eng oxirgi jumlaga diqqat qiling. Taroziga soling, jingga solib o'lchab baqing vatandosh. Yana bir o'qib biray. Davlat ishlar katibi Antony Blinken'ning Jungoni ziyorat qilib, Jungo Kompartiyasi bilan suhbat o'tkazishi intayin muhim. Rais Xi Jinpingning Moskvaga ziyoratga berish bormasligiga bu ish bevosita ta'sir ko'rsatdi. O'tgan nima dedik? Rossiyaga berish bormasligi bu Rais Xi Jinpingning ixtiyorida kishi emas. Bu adam Prezident Vladimir Putinning besimi ham Amerika Qo'shma Shtatlarining besimi va dedi vatandosh. Men 4 kundan keyin, 5 kundan keyin bu xabar yana kelibdi mana. Nima deydi? Ko'rishish, Beijing amaldorlari bilan suhbatlashish bu ish intayin muhim ish. Lekin Rais Xi Jinpingning Moskvaga ziyoratga berish bormasligimi o'sha nuqtada, ya'ni davlat ishlar katibi Antony Blinken'ning Beijingni ziyorat qilishi bu ishga, ya'ni Rais Xi Jinpingning Moskvani ziyorat qilmasligi bevosita ta'sir ko'rsatdi. Mana gap vatandosh. Men bu 4 parcha leksiya so'zladim sizlarga. Moskvaga boramdi, bormamdi, qandaq degan gap bilan 4 parcha. Ma 4-inchisi eng oxirgi jumlaga diqqat qiling. Antony Blinken'ning Beijingni ziyorat qilishi, suhbat o'tkazishi, Rais Xi Jinpingning Moskvaga berishiga ziyoratga berishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi.